uzhiphop.uz. Раз-два, это хип-хоп-центр. МС Шурик, ответьте. Да, eshitaman. Face to face battle bosh hakami. Vaqt qisqa o'sha uchun sразу gapiraman. Battle juda ham kutganimdan ham a'lo darajada bo'ldi. 3-raundga bevosita keladigan bo'lsa, menga birinchi очередda Azamchik bilan Shoh 21 duel yo'qdi. O'zaro ikkita har xil stilli juda ham bir keskin to'qnashuv. Bu yerda qanaqadir kuchli teng keldi, lekin afsuski o'tgan raundga nisbatan o'tgan raundda o'xshagan o'sha opponentga trek bermagani uchun biz shunaqa bo'lganda durang qilib o'tkazib, lekin biz bu o'sha oldingi raundlar kuchli teng kelgani uchun oldingi raunddan hisobga olish kerak, bu to'g'ri keldi. O'sha birinchi, ikkinchi raundda bu ikkaloni qanaqa qatnashgani shuni hisobiga biz baholadi u ikkala ijodkor. Lekin bu yerda kuchli teng kelgan, men aytolmayman kimdir aniq g'alaba qozondi deb. Mahmudzadani treki ma'ni versiyam bo'yicha kimga qanaqa bilmadim, eng zo'r mavzu ochilishi mukammallik har tomonlama shu trekki ma'ni nazarim bo'yicha endi hamma har xil fikrlaydi, Mahmudzadani treki eng zo'r deb hisoblayman men. Tak indavar har bitta gap qaytaravermasdan sal yengillik kiritsa bo'lardi menimcha. O'sha ota-ona farzand kutishgan degan gapni deyarli har bitta raundda bir xilini kuzatyapmiz. Papakul bilan Dallerga kelsa, Daller yaxshi yozgan tekstni sal shu bitdan chiqib ketganligi hisobiga men Papakulga plus berdim. Aziz o'g'il bilan Dili bular ham bir namuna ko'rsatishdi. Mana ko'pchilik battle qilayotganlar bir-biri bilan urushib ketib qanaqadir shunga o'xshash narsalar, lekin bular do'stona haqiqiy professionalizm ko'rsatishdi. Men shunaqa nima deydi, ijobiy bir sog'lom raqobat tarafdoriman. Adminlar ham bizga jalba tushdi. Treklarni iltimos boshqa saytlarga tarqatmanglar, faqat uzhiphopda tarqatish kerak. Biz ham to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Bir-biridan og'ir qarorlarni qabul qilishga to'g'ri kelyapti. Endi bizga oson emas, o'ylaysizlar, plus bu yo'q, unaqa emas. Bizga hammadan ham qiyin bu hakamlik. Endi anu karkarlarga kelsa, xeyterlarni o'sha internet o'sha orqadan bo'lar-bo'lmas gaplarni qo'yotgan. U bizni nima deydi, birinchi marta to'qnash kelishimiz emas, bu har sezon 1-2 har doim bo'lgan bu narsa. Biz unaqa kommentlarga e'tibor bermaymiz. Face to face uzhiphop uzda bo'ldi. Odnoklassniki ruda emas. O'shaning uchun unga qarab ish qilinglar. Hatta kursamiz hammanglarga omad. 4-raundga yo'llagan 8 ta uchastniga men addushi omad tilayman hammanglarga. 4-raund xudo xolisi ko'rishamiz. One piece. Assalomu alaykum. Barcha uzre olamdagi uzre muxlislari, uzre reperlar. Вообще uzhiphop.uz saytidagi 3-raund bitta baholi berildi. Mana video ham qilamoqman, mana baholasa qo'yiladi. Itak, birinchi raunddan 3-raundgacha kelyapmiz, qarab takib qilib odamlarni, mana reperlarni hammasi zo'r, juda ham yaxshi ketyapti. Endi harakat, kim ko'proq harakat qilsa o'sha takbi plus oladi, yutadi. Hammaga ma'lum, kim kuchliroq, masalan, kuchsiz deb o'ylaganinglar yutib ketayotganlar bu o'zini ko'rsatib ketadi. Qisqasi, birinchi ikkinchi raundlar yaxshi o'tdi, 3-raunddan juda ham yaxshi o'tdi. Hammaniki zo'r treklari. Sal qiynaldi, hamma bilaman, masalan qiynaldi. Orasida qaysi biri yaxshiroq deb yaxshilab eshitib, tushmat ko'rmasdan eshitganlarim bo'ldi. Qisqasi hammaniki zo'r. Agarda xato qilib balki kimgadir masalan mana qarorim yoki bergan ovozim yoqmasa, xato hammada bo'ladi. Balki xato bo'lishi yo'q, bu battle, bu bitta o'yin desa ham bo'ladi. Hamma o'zini ko'rsatadi. Qisqasi Внимание, готовность номер 1. Bu trekda egasi Düşünce masum uçunca Opponent uzrepke berganingda manga qarasan Bersa shu vaziyatda haqiqatan ham qilonadi Bitta bezlarni ko'makalashi bugunadi yoda kesmi hamma qanaqa o'qiladi, lekin shu bolani aytmanga yoqdi. Harakati bor, vobshe hech ham desa ham bo'ladi. O'rischa so'zlar ishlatmagan, aslida hammasi o'zbekcha.
ba'zi joylarda ishlatganda, lekin gaplari dona-dona. Yoqdi panch, podaychi, o'qish tarzi, qanaqa qayerda, qanday o'zini mimikasini berish, qo'shadi. Yaxshi qildi. Aslida opponent ham yaxshi edi. Orasida qoldim. KSKmi, KJSKmi derdim ovozimni. Qo'lmasam bo'y. Endi qanaqa qabullanasan bilmayman, lekin harakatingiz ham juda ham zo'r. Lekin men ovozim KJS yoki KKS mashina. Shuna qilib hammaga omad. Hip-hop.uz saytiga barcha reperlarga hozirgi mana shu battleda ishtirok etayotganligi sizlar haqingizda ham ochiqlab beradi, lekin eng yoqqanini men aytdim. Meniyamni hammasi keyingi 4-raundga o'tadiganlar ro'yxati qo'yilganda 4-raundda ko'rishamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Kapla ajnabiy immigrant.